Rasman hozirgina Luka Modric, maestro, afsona Real Madriddan ketajakligini e'lon qildi. Real Madrid rasmiy akkaunt ham uning Real Madriddan ketishini e'lon qildi. Ertangi bo'lib o'tadigan shanba oqshomidagi o'yin Real Madrid Real Sociedad ustidan bo'ladigan o'yin Modric, Vasquez, Ancelotti hamda Vallejolarning Santiago Bernabeudagi oxirgi o'yinlari bo'ladi. Afsona oxir-oqibat Real Madriddagi faoliyatini yakunladi. Uning kelajakdagi qaysi jamoaga borishi, 2026-yilda Jahon chempionatida ishtirok etishi noma'lum. Ko'ramiz nima bo'larkan. Lekin Bournemouth burchagi ertangi shanba kungi bo'lib o'tadigan o'yinda rasman o'z nihoyasiga yetadi. Bournemouthdan bittagina Modric qolgan edi. Modric ham ketadi. Bizni Casemiro, Modric, Kroos dek Bournemouth burchagimiz tugadi. Faoliyatlarini yakunlayapti birin-ketin. Ko'z oldimizda biz suyib o'yinini tomosha qilgan, o'yinini intizorlik bilan kutayotgan, yoshligimiz birga o'tgan, yoshligimizdan shu futbolchilarga o'yinlarini ko'rib, ishqiboz bo'lib, Real Madridga yanada muxlislik qilib katta bo'lganligimiz oxir-oqibat so'zini aytyapti. Bular qariyapti. Biz ham yoshimiz o'tyapti. Yoshligimiz o'tgan afsonalar birin-ketin faoliyatini yakunlayapti. Dahshat. Modric haqida qisqagina kommentariy yozib ketinglar, like bosib ketinglar. Realchilar. Hala Madrid.